Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 10 ayning 7 kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Bu haftadagi eng cho'ng xabar tunugun bo'lgan ish. Tunugun biz butun Uyg'urlar uchun bir motam kunidek bir ish bo'ldi. U nima desanglar, tunugun BDTniki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komissarida bir bilet tashlash bo'ldi, ovoz berish. Bu nimaga ovoz berdi desanglar, kelar yil ochiladigan BDTda ochiladigan bir yig'inda Uyg'urlarniki kishilik huquq masalasi ustida muzokara olib bormizmi, olib bormaymizmi degan ishga ovoz berish ishi bo'ldi. Endi BDTniki kishilik huquq komissariga a'zo davlatdan 47si bor ekan. Bu 47 davlatdan 17 davlat kelarchilikqa muzokara qilamiz deb ovoz berdi. 17 davlat, 19 davlat qarshi turdi, 11 davlat voz kechdi. Ashta qilib yurib, Uyg'urlar tunugun BDTda yana bir qatim mag'lub bo'ldik. Bu ishda endi bizni motam tuyg'usiga akib qo'ygan narsa nima desanglar, bu ishga qarshi turgan 19 davlatning ichida kam deganda 7 musulmon va turk davlatlari bor. Umuman shu kishilik huquq komissariga a'zo bo'lgan musulmon va turk ellarniki hammasi bunga qarshi bilet berdi yoki Uyg'urlarga qarshi Xitoy bilan bir maydonda turib, bu ish bizni bek echindirdi. Tunugun ijtimoiy tarmoqlarga qarasanglar, Uyg'urlarniki ichidagi eng cho'ng tema mush bo'lib qoldi. Haqiqatanmi endi bu biz uchun bek ig'ir keldi bu. Hozir Uyg'urlarniki besha kelgan fojia kunga eg'irlashib ketayotgan bir vaqtda aslida biz bu ishdan bir umid kutgan biroz. Cho'qim Uyg'urlarga foydali bir narsa chiqadi deb. Undaq bo'lmay qoldi. Xitoy bilan bir maydonda turib, bu kelarchilikdagi muzokaraga qarshi ovoz bergan musulmon turk davlatlaridan Indoneziya va Qozog'iston, Pokiston, Qatar, Sudan, Birlashma Arab Xalifligi, O'zbekiston. Bunun içindeki Qozog'iston bilan O'zbekiston bizniki Türkiye qarindoshlarimizningki davlati. Ashta bo'g'ashqa bu bek bir egri keldi. Tunugun men nimaga qarab baqdim, Twitterga qaradim, bir rasm bor o'shada. 47 davlatning qaysilari Uyg'urlar tarafda turdi, qaysilari qarshi chiqdi, qaysilari ovozdan voz kechdi degan bir jadval bor. Twitterga necha 10 yerlarga chiqibdi bu nurg'un kishilar buningdan nati cho'chidi, echindi bu ishga. Biz albatta shundaq. Men bu masala ustida nazarda to'xtalman mush bugungi programmada. Hozircha shuni so'zlab turay. Andan keyin bu haftadagi yana bir cho'ng voqea Xitoy hukumati 5-slar bundan 2 kun burun chorshanba kuni Sharqiy Turkistonni butunlay qaytadan taqashga buyruq berdi. Ashning bilan hozir Sharq Turkistonga kirib chiqadigan aeroplan, poyezd va boshqa qatnashlarniki hammasi to'xtadi. Uyg'urlarniki qamalib qolganiga 2 oydan oshgan. Uyg'urlar bek vayron bo'lib ketdi bu 2 oyning ichida. G'ulja masalanga. Dehqonlar asosan dehqonchilik mahsulotlarini yig'adigan vaqt to'g'ri kelib qolgani uchun butun mahsulotlardan ayrılıb qaldı. Turpandakilar üzümüdən degəndək bir tərəfdən sesib, bir tərəfdən Xitaylar uğurlab, bulab Uyg'urlarni asosan yeməksiz qaldırıb qoydu bu yıl. Bundan keyin işlər qandaq bo'ldi bilmaymiz. Buni azdab hozir Xitoylandi. Mana shu 5-lardan boshlab Sharq Turkistonni butunlay taqash buyrug'ini tushadi. Bu vaqtda Xitoylar ishgan bir video program bordi. Mana Telan Shifin degan yo'qdan nima Shimin Kandiyan degan. Shuniki videosini chiqib qo'ygan Facebook'qa. Buni nurg'unlari ko'rdinglar. U kishi analiz qildi bu ishni. Xitoy Sharq Turkistonni 2 oy taqab bu unum bermasa 2 oy taqagandan keyin yana viruslar chiqayotgan bo'lsa nima uchun endi bu qatim yana umumizga taqaydi. Bu yerdagi logika nima maqsad bor? Bu Uyg'urlarni texnik ko'plab o'ltirishdan boshqa nimalarni deyish mumkin degandek mazmunda söz edi bu kishi. Meniki misli qarshim shuti. Xitoylarniki bu qilayotgan amaliyotda
virusni bana qilib turib Uyg'urlarni ko'plab o'ltirish mushni qilyapti deb o'ylagan. Bu ish hozir bir yuqori pallaga chiqdi. Tünögün yana bir video chiqib ekan, menga bir qarindishimiz, Qozog'istondagi bir qarindishimiz o'rgatib ekan, uni Facebook chiqarib qo'ydim. Uyg'urlarni ba'zi g'olji o'xshaydi. Bir mahaldagi Uyg'urlarni 2 soatda qo'yib berib ekan, ishni oldin tozalab olinglar deb. 2 soat atlarga chiqib, qo'shnilar bilan ko'rishib, shuncha xo'shib ketibdi bu xalq. Endi insonlar uchun bu bir ish qanday bir alayda huquq emas. Talaga chiqib qo'shnilar bilan ko'rishish. Uyg'urga kelgan chog'da mushumi bir alayda ishga aylanib qilib, odamni ajoyib bir echindirgan ahvollar yuz berdi. Nurg'un kishilarniki mashinalari o'tamasib qolibdi, batareyasini tugab degandek. Bu ma'vu 5-yillardan burun bo'lgan ish ekan, necha kundan burunroq bo'lgan ish ekan. Shunga hozir Uyg'urlar mana bir holatga tushib qoldi. Ajoyib. Endi buningdan boshqa yana so'zlar bilan nim deb tasvirlasak bo'ladi, men uqmayman hozir. Endi hozir Amerikaningki ahvolida ikki cho'ng xabar bor hozir. Uniki birisi shu yarim muddatlik saylam. 11-oyda bo'ladi bu saylam, uni bir oyda vaqt qolib qoldi. Buningda bir qism Avam palatasi va Kengash palatasi, anikin bir qism shtatlarning shtat boshliqlari deganlarni qaytadan saylaydi. Bu bir cho'ng tema hozir. Aslida Amerikaniki ahvoli bu qatimki saylamda Cumhuriyetçilarniki mutlaq o'tib chiqishiga nihoyat payliqdi hozirgi ahvol. Lekin hozir Avam palatasida Cumhuriyetçilarniki o'tib chiqishda umid cho'ng. Bu qanday umid degan vaqtida hozir Avam palatasi va Kengash palatasiniki har ikkisida House of Representatives, lekin Senate har ikkisida demokratchilar ko'p sonliq. Aştaq bo'lgan uchun Cumhuriyetçilar intayin foydasiz o'rinda qolib qolgan. Bu qatimki saylamda Avam palatasi House of Representative'da Cumhuriyetçilar ko'p sonliq bo'la oladi deydi. Lekin Senatda unda bo'lmasligi mumkin degan faraz kuchliroq. Sababi hozir Cumhuriyetçilardan demokratchilarga jang e'lon qilib saylamga tushganlar bak ojiz. Bu dunyo nima bo'lib ketdi uqilmaydi. Men Amerikaga 88-yilda kelgan. Shundaqda hozir 34 yildek bo'lib qoldi men Amerikaga kelgili. Nurg'un prezidentlarni ko'rdim, saylamlarni ko'rdim. Burun shu prezidentlikqa saylamga tushganlarni xil bir tayinlayapti, masalan, Reagan degandek. Bu bo'lgan sari bu ahvollar o'zgarib, odamlarniki saylamga tushganlarniki masofasi sifati nacharlashib, hozir ajoyib bir holat kelib qoldi. Hozir nima demokratchilar shuncha ojiz bo'lsa-mu, endi shuningga jang e'lon qilgandek Cumhuriyetçilar chiqmay, mana shu senatniki saylamida bu qatim Cumhuriyetçilarni uqtamasligi mumkin deydi. Bu bir ahvol. Tuturinglar. Andan keyin yana bir ahvol iqtisod. Hozir mayli Uyg'urlar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, eng ko'ngil bo'ladigan cho'ng tema iqtisod. Xabarlarda bor iqtisod nacharlashmoqda. Amerikada yangi prezident o'tirib chiqqandan keyin, aslida yangi prezident chiqqandan keyin Amerikada iqtisodiy to'g'riliq hech qanday bir yangi ishni qilmay, burungi prezidentniki yo'lini tutgan bo'lsa, hozir Amerika miyada, Xitoy miyada bo'lib qoladi. Amerika nihoyat kuchib turadi. Ammo ikkilisi Xitoy bilan Amerika ikkilisi tang chekinishga boshlab Amerika chekinib ketyapti. 3 kundan oldida e'lon qilgan bir iqtisodiy xabar, uchur Amerikaniki qarzi, chet elga bo'lgan qarzi 31 trillion dollardan eshib ketibdi. 31 trillion, 3 trillion emas. Andan keyin bu ahvol hozir endi bu yerda bir muhim ko'rsatkich Amerikaniki qarzi bilan GDP'si, umumiy ishlab chiqarish mahsulotiniki miqdoriniki solishtirilmasi qanday bo'ladi degan narsa. Odatda agar Amerikaning qarzi umumiy GDP'niki 77% yoki uningdan ozroq nisbatiga to'g'ri kelsa, bu yaxshi, bu normal ahvol ekandiq. Lekin hozir Amerikaniki qarzini GDP'ga bo'lgandagi nisbat
123% bo'lib ketibdi. Demak, Amerikaniki qarzi Amerikaniki kirmadan 23% eşib ketdi degan gap. Bu bir intayin xatarli ahvol ekan. Ashta bo'lganligi uchun dunyo xarakterlik yana bir cho'ng iqtisodiy krizis paydo bo'lishi mumkin degan farazlar o'tirib chiqdi. Mushu sonlar e'lon qilingandan keyin. Bu yerdagi cho'ng masalalarning birisi Amerikaniki kirmaniki 10% dak puli ash qarzniki o'simini to'lashga ketadi ekan. Bu qancha pul desanglar 3 trilyon 100 milliard dollardan ko'p degan gap. 3,1 trillyondan ko'p degan gap. Amerikaniki har yillik kirmaning mushlik miqdori qarz puliniki o'simini to'lashga ketadi ekan. Ashta bo'g'ashqa bu ahvol nayti eg'ir. Endi men yaqinda o'zim biraz ishindigan manbalardan erishayotgan uchur ikki xil. Birisi shu, hozir mana nima GDP'niki, nima qarzniki GDP'ni eshib ketganligiga bir mazgil vaqt bo'lib qoldi. Shuning bilan dunyo xarakterlik yana bir iqtisodiy krizis o'tirib chiqishi mumkin degan bir faraz bor. Yana bir qism biraz obro'yliq, innovatlik, ishonchlik analizlarniki deyishcha, kelar yilning oxirida Amerikaniki iqtisodniki tushishi eng tuvanga boradi, undan keyin qaytib kelishga boshlaydi degan gap bor. Endi bu ikkisidan qaysi rost hozircha bir narsa degan bo'lmaydi. Buni vaqti kelgan chog'da ko'ramiz endi. Endi yaqindagi yana bir cho'ng xabar, xalqaro xabardagi xabar shu Ukraina bilan Rossiyaniki o'rtasidagi urush. Hozir Ukrainaniki ahvoli nihoyatda yaxshilashib qarab menyapti. Jihiyalarini qaytirib olib, ruslarni qo'g'lab yoki asirga olib degandek. Shuning bilan birlashib, yaqinda Putin bir qatam so'z qilib, Ukrainaniki 4 o'lkasini o'ziga qo'shib oldi. Undan boshqa agar xalqaro yine bizga Rossiyaga bo'lgan qarshilikni kuchaytirmasa, biz yadro qurol ishlatishimiz mumkin degandayroq so'zlardan biroz shap verdi Putin. Shunga yaqinqi analizlar mushtatki Rossiya Ukrainaga qarata va Yevropaga qarata yadro qurol ishlatadi yo'q degan masala bir cho'ng masalaga aylandi. Endi men bu ishlarga diqqat qildim. Meniki kuzatishimcha Rossiya unda qilmaydi. Ikki sabab bor. Uniki birisi Amerika uchir texnikasi jihatdan intayin dunyoniki bek oldida. Rossiyadan jiq oldida. Ashta bo'g'ashqa Rossiya atom bombasini ataman deb tayyorlik qilib, atom bombasini o'zimizga so'rab, uning tayyorligini qilayotgan vaqtlarda Amerika buni allaqachon bilib oladi. Bilib olaydi. Birinchisi, bundaq bo'lgan ahvolda nima kelib chiqadi desanglar, Rossiya agar Rossiyaniki yadro qurol ishlatishi jazmlashsa, Amerika bomba osmonga chiqib bo'lishdan burilib berib etishi mumkin. Etib bo'lishi mumkin. Yaqinda Elon Musk, Tesla'niki qurg'uvchisi Elon Muskmi, agar Rossiya yadro qurollarni olsa, men u yadro qurollarni oqisiga yondirib, otqa yeriga tushira olmayman deb u gaplarni debdi. Endi bu gap qancha ishonchli bir narsa degan bo'lmaydi, lekin Elon Muskniki bir darajadan tashqari aql egasi ekanligi hammamizga ma'lum. Bu narsani qila olishi mumkin. Menimcha qilolmayotganlarni uni puatmasligi mumkin. Bu ahvollarni davatidi. Shunga agar Rossiya haqiqatan yadrolik qurol ishlatib qoldigan ish bo'lib qolsa, uni shu o'rnidan mumkin yo'q etilishi mumkin Amerika. Birinchisi, ikkinchisi Putinni o'ldiritish mumkin. Xabarlarda bor, Amerika Iroqdagi bir qancha harbiy generallarni o'ldiribdi. Nima deymiz, maxfiy o'ldirish usuli bilan jurnallik ushqusi yo'q aeroplan bilan etib Putinni mashtaq etish mumkin. Mushtaq ikki tadbir bor bo'lgani Amerikaning qo'lida. Rossiyaniki Ukraina va Yevropaga yadro qurol ishlatishi mumkin emas degan ko'z qarashlar kuchli. Men bu mushta tarafga moyil o'zim. Endi Xitoyning xabariga kelsak, hozir Xitoyning ichidagi vaziyat intayin jiddiy. Yana jiddiychilik qoplab ketdi. Shaharlarni, o'lkalarni taqashda yolg'iz Sharq Turkistonda emas, boshqa yerlarni taqavatidi bular, taqaganlar bor. Endi meniki farzimda masalan Sharq Turkistonda taqib etishida bular Xitoy virusini bana qildi. Amaliyotda ularniki asli yetmoqchi bo'lgan maqsad ikki. O birisi
shu oldimizda Xitoyning 20 qurultoyi ochiladi. Shu 9-sila, ya'ni 2 kundan keyin bo'lganchasiga yetdi. 2 kundan keyin Xitoyniki 19-qurultoyining 3-umumiy yig'ini ochiladi. Undan keyin 16-sila, ya'ni 9 kundan keyin Xitoyning 20-qurultoyi ochiladi. Meniki farzimcha bular birsi Sharq Turkiston taqidi, aniki Yunnanni mutaqash ahvoli bo'yotidi. Xitoyniki bunda qilishga bir sabab shu yig'in jarayonida Beijingda bir vaqa yuz berib qolmasin. Uyg'urlardan qo'rqib hozirmi yana bir vaqa yuz berib qolmasin deb shuni oldinish uchun mustaq qotdi deb tushundim men birsi. Ikkinchisi mushni bana qilib turib Uyg'urlarni texnik ko'plab o'ltirish. Mushni ikki maqsadi bor deb tushunaman men shaxsan o'zim. Endi qisqasi Xitoy xabarida hamda 9-sila Xitoyniki 19-qurultoyining 3-umumiy yig'ini bor. 16-sila 20-qurultoyi ochiladi. Endi hozir shu Xi Jinping chiqadi ekan, tushadi ekan degan asosiy cho'ng temalarning ichidagi cho'ng tema shu. Men burun sizlarga deb kelgan. Hozir endi shu bir Xi Jinping tushib ketsa, vatan ichidib bu ishmagan chog'dagi hozirgi taqvitish siyosati ilib tashlanib, bekor qilinib, andan keyin Uyg'urlar uyining sirtiga chiqalayotgan bir holat kelarmikin. Andan keyin biz vatandakilar bilan bir erkin azoda aloqalasha olamiz degan shunday bir umid bor. Shu umiddan Xi Jinpingni tushib ketsa deganni orzu qilayotgan kishilar ko'p Uyg'urlarning ichida. Endi yana bir ko'z qarash bu jihatda Xitoy hokimiyatiniki og'dirilishi nuqtasidan qaragan chog'da Xi Jinping taxtda uzoq o'tirib turgani yaxshi. U qancha uzun o'tirsa Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki og'dirilishi shuncha tezlashadi degan ko'z qarashmi bor. Bu har ikkisida bir qism asos bor buniki. Ma'mandaq demak tas endi. Men bu ahvollarni sizlarga aynan yetkazib qo'yaman. Endi Xi Jinping haqida 2 kun oldida Hong Kongniki bir mediasida bir xabar chiqdi. U nima desanglar, 20-qurultoydan keyin Xitoy Kompartiya nizomnomasiga cho'ng o'zgarishlar kirgizildi ekan. Buning ichidagi cho'ng ikki alaylik bor buniki. Ikkini muqimlashtirish, language trading deydi Xitoycha, language trading. Ikkini muqimlashtirish. Birisi Jallod Xi Jinpingniki markaziy hukumat va butun partiyadagi yadrolik o'rnini muqimlashtirish, jazmlashtirish, trading. Ikkinchisi yangi Jungo ideyasidagi yetakchi o'rnini, Xi Jinping ideyasiniki yangi Jungo ideyasidagi yetakchi o'rnini muqimlashtirish. Ikki trading degani shu ekan. Bu yerda birisi huquqdagi yadrolik o'rni, yana birisi ideyadagi yadrolik o'rni. Ikki jihatda Xi Jinpingniki o'rnini muqimlashtirish degan gap endi. Ikkini qo'g'dash deydi. Buniki birisi Xi Jinpingniki markazdagi yadrolik huquqini qo'g'dash. Ikkinchisi partiya hammaga rahbarlik qiladi degan partiyaniki shu rahbarlik o'rnini qo'g'dash. Mushu narsalarni 20-qurultoydan keyin Xitoy Kompartiya nizomnomasiga kirgizib o'tadi degan gap bor. Bu hargizmi buni yaxshi xabar deb, yaxshi uchur deb tushunsak bo'ldi, yomon uchur deb tushunsak bo'ldi, albatta degandek. Xi Jinpingniki hokim mutlaqligi qanchalik kuchaygan sari Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki og'dirilishi shuncha tizilinishi mumkin. Endi Xitoy Kompartiya hokimiyati og'dirilmay turib, bu hokimiyatning ustiga kim chiqishidan qat'iy nazar Xitoylar chiqadi. Ular chiqsa Uyg'urlarning ahvolida bachon o'zgarish bo'lmaydi. Bu yerdagi masala shu razil Xitoy hokimiyatining kelyotidi. Uning beshida hozir Xi Jinping bor. Agar uni o'chib ketib o'rniga boshqa odam chiqsa, Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatida bachon o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Bizniki bu jihatdagi oxirgi chiqish yo'limiz Xitoy hokimiyatining og'dirilishi, Kompartiya hokimiyatining og'dirilishi. Shunga bu masalani mushtarak tushungan yaxshi deb o'ylayman men. Endi Uyg'ur xabariga kelsak, xabarlarda bor, o'tgan yil 12-oyda Chenchango degan jallod Sharq Turkistondan ketdi. Uningki o'rniga Ma Xiangwei degan yana bir Xitoy keldi. Endi Chenchango davrida Uyg'urlarni turma, lager va majbur emgak zavodida uslab yo'qotish ishi yo'lga qo'yilgan. Biz bek cho'ng ziyon tortib ketdik. Bu jihatda
meniki o'zim maygelga ushur 1 milliondan ortiq Uyg'urlar o'lib bo'ldi. 2014-yildan 2021-yilgacha. Әмлі ahvol bundan ko'p ig'ir bo'lishi mumkin. Hozir qadar hech qanday bir xalqaro organ Sharq Turkistonga kuzatuvchi tashkilotchi avatib zodi Uyg'urlarga bo'lgan ziyon nagacha buni tekshirib baxmaganligi uchun bu jihatda aniq uchur yo'q bizda. Lekin ig'ir bo'ldi bu ish. Endi yaqinqi hodisalarga qaragan chog'da Mashinri qandaqdi Uyg'urlarga qaratgan yo'qotish siyosatini bo'shtish emas, bu taktikani o'zgartganda qiladi. Hozirgi hodisalar nimani ko'rsatyapti desanglar, Xitoy hozir Uyg'urlarni biologiyalik qurol, ximiyalik qurol va mingini kontrol qilish sinoqlariga sevatadi. Yaqinda ehtimol ko'rgansizlar, yolg'iz kishilik kamera o'yla Davanchingga intayin keng ko'lamli salindi. 10,000 kishidan jiqadan patadigan ko'lamda. Uniki yaqinda boshqa videolarim chiqyapti. Sharq Turkistondagi boshqa yerlarga mo sinayotgandek bu. Buniki Xitoydan ko'rsatgan bahonasi bu karantin qilish uylari davatidi. Amaliyotda hozir qadar Xitoylarniki karantin qilishda sirtqa tashviqot qilgan nasrdan ikkisi bor. Birisi cho'ng-cho'ng zallar uslab qo'yish, necha yuz bir'amin odamni cho'ng-cho'ng zallar uslab qo'yish. Yana birisi ayrimxonalarga sulash mashina o'xshash. Endi shunga bunda ayrimxona yolg'iz Sharq Turkistonda emas, ish kirdimi bor. Lekin meniki eng ansiraydiganim bu ayrimxonalar Uyg'urlarni va bir qism Xitoy fuqarolarini biologiyalik, kimyalik qurollarni taraqqiy qildirishga tajriba qildigan, min kontrol qilgan tajriba qildigan, andikin Uyg'urlarniki ishki a'zosini elib sotadiganga saqlab turadigan o'rinmikin deb tushunaman. Bu jihatda yaqinda videolarni ko'p chiqardim men Twitterga. Shu mashinani tutgan yo'ldan kelib chiqqan, masalan, Uyg'urlarniki qon qusib, ochliq va kasal sababidan o'lib ketib qolgan intayin ko'p videolar chiqib ketdi. Vatandagi qarindoshlarimiz bu jihatda intayin cho'ng jasorat ko'rsatdi, garchi ularniki hayoti shunday ig'ir xavf xatar ostida tursa-mu, ashta videolarni o'tibdi toki yaqinga qadar. Bu jihatdagi endi mushlar qarab turib bular osmondan do'ri chashdi. Uyg'urlar o'ltiralashgan yerlarga mana kelgan uchurda Korildagi bir tovar bozoriga chechib ekan. Bularni qasdan qildimi yoki maqsad qildimi qilolmaydi. Shu tovar bozorida savdo qilayotgan odamlarning hammasi degandek o'lib ketibdi bir bozorda. Jiq odamlar. Men bularning hammasini inglizcha yozib Twitterga chiqardim. Lekin hozir qadar inglizcha rasmiy medialarga chiqmaydi bu. Nimishqa degan chog'da men ba'zi muxbirlar bilan ayrim ko'rishdim bu jihatda. Ular ba'zi videolarni ishlatmoqchi bo'lgandi, lekin ularning rahbarlari, media shirkatining rahbarlari tasdiqlamadi. Sababi nima desa, bu videoniki manbasini jazmlashtirib bo'lmaydi. U qayerda, qachon tortilganligini jazmlashtirib bo'lmaydi. Ashta bu boshqa biz ishlamaymiz deb to'xtab qolgan ahvol bor. Endi men bu jihatda xalqaroga izchil turda norozilik bildirib kelyapman. Xalqaroniki muxbirlik o'lchami bor, nihoyat yuqori muxbirlik o'lchami bor. U nihoyat esil o'lcham. Lekin bu o'lcham Xitoyga ishlamaydi. Xitoy dunyoda bir ayrim bir davlat, Xitoy millati bir ayrim bir millat. Bularga xalqaro qabul qilgan o'lchamlarni aynan qo'llansa, biz uchun intan cho'ng adolatsizlik bo'ladi. Hozir bo'yotidi bu ish. Men buni muxbirlar bilan ayrim so'zlashgancha da'vatman, lekin ular iloji yo'q. Bu jihatda g'arbliklar o'ziniki muxbirlik o'lchamlarida o'zgarish yasagan ahvol yo'q. Shuning bilan bizniki nurg'un videolarimiz hozirlikda o'ziniki rolini joriy qildira olmayotdi. Qisqasi hozir Uyg'urlarda qon qusib, ochsizlik va kasaldan o'lib ketish ahvoli bek og'ir bo'ldi. Yaqinda andikin dehqonlar yerdagi mahsulotlarni yig'olmadi. Bunun bir tipik misali Turpandagi üzüm. Bunun ko'p videolar keldi ehtimal ko'rdinglar. Endi hozirgi obatim men degandek bu yaqindagi Sharq Turkistonni taqash Xitoyniki oldimizda ochilmoqchi bo'lgan 20-qurultiy bilan munosabat bo'lganligi uchun bir ehtimollik shu 10-yilning oxirigacha bu taqash ochilmasligi mumkin. Uning ustiga men Facebookga chiqarib qo'ygan videoda nihoyat yaxshi analiz bo'ldi bu jihatda. Bu 2 oy
Uyg'urlarni uyushtirib etib, agar virus yuqmasa, demak bu Xitoyniki bu taktikasi ishlamadi degan gap. İşlenmeye turib, yeni nima uchun butun Sharq Turkiston taqaydi bu yerda. Shunga logikalik jihatdan tahlil qilgan chaqda buni faqat birlam tushunish mumkin. Xitoy Uyg'urlarni o'ltirmoqchi. Shuni bahona qilib turib. Shunga hozirlikki bir qancha videolarni o'tirib chiqdi. 2 oy suloq tutsa, keyin bular tekshirib, sendan virus chiqdi deb butun oiladagilarga ashta deb uqtirib tutib ketgan ahvollar bor. Bu Uyg'urlar hech qanday talaga chiqmasa, sunishdan burun saq tursa, bu virus nereden keldi? Şuna bu virus bir qancha usullar bor. Birisi Xitoy bu yugoslav qo'ygan Uyg'urlarga majburiy dori beryapti. Bu virus ash dorida bo'lishi kerak. Yoki boshqa bir vatqan ancha-muncha yemeklarda bo'lishi kerak, yoki osmondan chashgan kimyoviy dorilarda bo'lishi kerak. Boshqa yerdan kelmaydi bu. Shuna boshqa bu ahvollar intan qo'rqinchli biz uchun, lekin davomlashyapti hozir. Demak, mashinariy taktikani o'zgartirib, Uyg'urlarni tajriba materiali qivitib bordi hozir. Shu orqali ikki patakni bir chamında so'qib, bir tarafdan Uyg'urlarni imkon bor ko'plab o'ltirib, yana bir tarafdan Xitoyniki biologiyalik, kimiyalik qurollarini taraq qildirishga xizmat qildirish mishlar bo'ladi. Umuman endi nima deymiz, bizga yaxshi uchurlar ancha kamayapti. Bu uchurlar yaxshi uchurlar emas, lekin reallik ashta boshqa men buni aynan deb qo'ymasam bo'lmaydi. Endi bu qitimqi tunugunki BDTdagi chiqqan natija bilan Xitoyniki yuragi texmi cho'ngiydigan bo'ldi. Biz burun dunyo Uyg'urlarning beshiga kelgan fojiani bilmaydi. Shunga biz dunyoga ko'proq anglatsak, faktlarni ko'rsatsak, ahvollarni tushunsa, bular adolatparvarlik yuzasidan boshqacha yo'l tutadi deb o'ylagan. Tunugunki natija buni butunlay inkor qildi. Bu bir amaliyot hozir endi. Endi yamir tarafdan qaragan chaqda BDTda bo'lgan bu cho'ng mag'lubiyat Amerika qatorliq bu qatimqi shu bilat ovoz berish ishiga Amerika va Angliya yetakchilik qilgan. Bu davlatlar Xitoyga qarata yana taktikani ham kuchaytirishi mumkin. Bu jihatda bir qism yaxshi ishlar yuz berishi mumkin. Ashada faraz qilsak, xatolashmaymiz deb o'ylayman. Endi bu yerdagi muhim narsa, kelar yildagi yig'inda, BDTning yig'inda Uyg'ur masalasi muzokara qilinmasa, yana qayta muzokara qilingichilik yana 4 yildek vaqt o'tib ketishi mumkin. Mening tushunishimcha. Endi yana 4 yil ichida Uyg'urlarga qancha ziyon bo'lib ketadi, buni bilmaymiz. Xitoyniki yurgi taxmin yo'qnaydigan bo'ldi. Ashta bo'lsa, yana 4 yil ichida qancha ziyon bo'lib ketadi, buni bilmaymiz. Endi tunugunki BDTdagi mag'lubiyatdan keyin hozir chet eldagi Uyg'urlarchida nihoyatda qattiq darajada g'azablanish, og'rinish bo'lyotdi. Turk musulmon ellariga qarta shu natijaga kelib chiqishiga to'p qo'shgan yetti davlat undan ko'proq bo'lishi mumkin. Endi biz ashta qilishga to'g'ri haqliq. Ular bizniki qarindishimiz, bizga o'xshash bizniki ummatlarimiz bo'lganligi uchun Uyg'urlar tarafida turish kerakdi, unda qilmadi. Biz bularni darhol o'zgartira olmaymiz. Endi meniki chet eldagi qarindoshlarga bir taklifim, tunugun ashta bir cho'ng mag'lubiyat bo'ldi bizga. Biz og'rinyapmiz boshqalardan. Endi o'zimizga savol qo'yib olsak, chet eldagi Uyg'urlar. Biz o'zimiz qancha qilyapmiz? Biz o'zimiz qanchalik bedel to'layapmiz? Men birinchisida Los Angelesda o'tkazilgan bir namoyishga bordim, boshqa qarindoshlarim bordi. Uni Hong Kongliklar, andan Tayvanliklar, uni bilishimcha Hong Konglik Tayvanliklar, Uyg'urlar birlashib qolgan ishdi bu. Bir namoyish bo'ldi. Uyg'urlarniki soni, shu namoyishga borgan son Los Angelesda yashaydigan, rayonda yashaydigan Uyg'urlarniki 5%ga bormaydi. Bunda ahvol xili og'ir. Amerikaning boshqa yerlarida xili og'ir. Dunyoniki boshqa yerlarida xili og'ir. Hozir Uyg'urlarning beshiga masalan og'ir kun tushib, yo'qolib ketish girdoviga kelib qolgan vaqtida Uyg'ur davosini qildigan
odamlarning soni chet eldagi Uyg'urlardagi 10%ga yetmasa, boshqalar bizga tunugungidek muomala qilgan chog'da biz zodi ulardan og'rinishga qanchalik haqliq. Bu to'g'ri o'ylab baxsaq bo'ladi. Men o'zimni ko'z oldiga bir ahvolni keltirdim. Biz bir mashinada ketib boramiz. Mashinamizniki chaqi yerilib ketdi yo'lda ketayotgan vaqtida. Shuningla biz mashinada o'tirib olib, ketayotgan boshqa John, Paul, Chris degan odamlarga, "Hey Paul, hey Chris, sen menga kelib mashinamni chaqini yasatamisan" deb, o'zimiz mashinadan tushmay turib, boshqalarning ishimizni qilib desak, hech kim qilmaydi. Uyg'urlarning ahvoli hozir sharq bir ahvolda turyapmiz biz. Men bu masalada burun diniy nuqtadan xil izlandim. Meniki bir maqolam bor. Buyurilgan yordam va tirishchilik Badri urushidan o'ylaganlarim degan bir maqolam bor. Chet ellik qarindoshlar shu maqolani hozir o'qimoqchi bo'ladi, o'qimaganlar. Biz o'zimiz to'g'riliq o'ynashimiz kerak. Tünögün dünya bizga adolatsizlik qildi. BDT bizga adolatsizlik qildi. Biz Uyg'urlarcha, biz chet eldagi Uyg'urlar vatandagilarga adolat qilyapmizmi? Vatandagilar sulinib, jon talashib, chet eldagilarni bir nijot yo'ltizi deb o'ylab, talmirib o'tirsa, biz nima qilyapmiz? Hozirgi kunlarda o'tirib tushib, o'zimizning davoyini qildigan odam 10% yetmasa, buni qanday tushunamiz? Biz boshqada qanday og'rina olamiz? Endi chet elga chiqqan Uyg'urlarniki hammamizniki xalqaro munosabatdagi bir qism muhim hukmlar bo'lgan tushanchamizda zo'r o'zgarish bo'ldi. Burun adolat bor dunyoda deb o'ylaydik. Vatandagilar hozir ashta deb o'ylaydi. Ashta o'ylaganlik uchun garchi o'zininki tutilib ketganligini, etilib ketganligini, o'ltirilganligini bilib tursa-mu, bir amallarni qilib, o'zi yo'liqqan zulmni videoga olib, chet elga chiqarishga tirishyapti bular. Lekin hozir bizniki tushunganimiz davlat manfaati adolatniki oldida keladi. Agar bir millat yana bir millatga adolatli qilmoqchi bo'lsa, bu adolatli qilish shu millatniki o'ziniki manfaatiga uyg'un kelsa qiladi, bo'lmasa qilmaydi. Buni biz ko'ryapmiz. Men bir qancha oydan oldida bir Amerikadagi bir burun senator bo'lgan odam bilan paranlashdim, telefonda paranlashib qoldim. U odam aytib mag'rurlanib Amerika Uyg'urlar uchun aytib ko'p ishlarni qilib qo'yadi deganda, men dedim rost, haqiqatdan ishlar qilyapti. Lekin hozir qadar garchi bir qism tadbirlar qo'llangan bo'lsa-mu, burun qo'llangan bir qism tadbirlar bilan solishtirgan chog'da Uyg'urlar uchun qo'llangan tadbir uncha kuchli emas. Masalan, Amerikadagi Iroqqa kirishi. Hozir Uyg'urlarga yordam qilish Amerikaniki manfaatiga uyg'un bo'lganligi uchun Amerika yordam qilyapti. Haqiqatdanmi dunyodagi boshqa hamma davlatlarga qaraganda yaxshi yordam qildi. Lekin bu yerdagi manfaat masalasi bor buningdimi? Shunga bu ishlar ma'lum bir chekka borganda to'xtab qolyapti. Saddam Husayn 300 ming odamni o'ldirdi deb Amerika askar kirgizgan. Men Xitoy 1 milliondan ortiq odamni o'ldirdi deb atqili ish kuchli bo'lib qoldi hozir. Buniki ishonmasa mayli. Xalqaro bir tekshirish umidga kuzatish umidiga avatib tekshirish bo'ladi. Tekshirib bo'lib ahvolni aniqlagandan keyin xuddi Iroq qo'llangandek tadbir qo'llansa bo'ladi. Unda ishlar yuz bermaydi. Yuz bergandek emas. Amerika hozir Ukrainani vasqib turib Rossiya bilan urushyapti. Uyg'urlarni vasqib turib Xitoy bilan urushyapti. Manfaat maskib qolgan ahvol bor. Shunga bizga yordam qilyapti. Ammo herhalde biz minnatdor Amerikadan uni ko'zini yummaymiz. Biz Amerikaga ishim beramiz, bizim bir degan narsamiz yo'q. Ashtaq bo'lsa-mu, mush yordam qildi, uni rahmat aytaman dedim halqa kishiga. Degan desam, u kishi lekin deganing ras. Hozir bu voqea ahvol haqiqatan mashhur ahvol bo'lyapti dedi. Bizning ahvolimiz shunday. Hozir Ukrainaga nurg'un davlatlar yordam beryapti.
Ukraynaniki boshqalarga beradigan narsa ko'pmi desanglar, Uyg'urlardan jiq ko'p. Lekin boshqalarniki hozirgidek yordam berishga arziydigan darajada emas. Ukraynaniki boshqalarga beradigan. Belki cho'ng masala nima desa, Rossiyaniki Yevropa qatorliq boshqa davlatlarga kelgan tahdidi. Agar Rossiya Yevropani ma'lumotdan qilsa, Amerikaning manfaatiga intayin ig'ir darajada ta'sir etadi. Shunga hozir meningki bilishimcha 50 milliard dollardek yordam qilib oldi Ukrainaga. Bu yerda manfaat masalasi bor. Endi Uyg'urlarda bizniki boshqa birodarga manfaat uncha cho'ng emas. Bilmaymiz. Shunga biz faqat boshqalar yordam qilsa rahmat deymiz. Yordam qilmasa boshqa narsa demaymiz. Hozir ahvolimiz shunday. Uyg'urlardagi manfaat hozir Amerika, Angliya qatorliq bir qism davlatlar Xitoyni cheklash yo'lini tutdi. Burun undan tutmaydi, burun hamkorlashishdi. Hozir hamda Xitoyni cheklamasak bo'lmaydi ekan, yuqori texnologiyada cheklamasak bo'lmaydi ekan. Butun dunyoga tahdid qilyotdi deb o nuqtadan Uyg'urlarning shu yo'lda Uyg'urlarga yordam qilyotdi, eslash qilyotdi. Lekin bu yerdaning darajasi albatta men degandek burun boshqa bergan darajaga bormadi dedi. Shunga bizning faciamiz davomlashyotdi. Lekin bizning holatimiz shunday hozir. Endi hozir tunugundan tortib bizning ahvolimizda bir cho'ng o'zgarish bo'ldi. Uyg'urlarniki kunimiz texnik tashlashdi. Endi shu kunimizningki tashlashganligi BDT'da adolatsizlik yuz berganligi butun dunyoda yana bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Dunyodagi cho'ng medialarning hammasida mush xabar bor tunugungi medialarda. Bu bir yaxshi tarafi. Lekin yine haqiqiy bir tadbir qo'llanmoqchi ularning ahvoli yaxshilanmaydi. Shunga biz o'zimiz ustida o'ylanmasak bo'lmaydi. Men o'tganki oldin qatnashgan videoda Uyg'urlik bilan kuchlik niki munosabati, o'shkisiniki muhimlik darajasi haqida ozroq gap qildim. Uyg'urlar mushaqda davomliq o'ynash kerak. Biz qanday qilib o'zimizning erkinligini qo'lga keltiramiz. Bizniki dastlabki ko'rishimiz yumshoq kuch sohasida bo'ladi. Hozirmi qotgan ko'rishimiz yumshoq kuch sohasida buningda asosliq nishon xalqaroniki istashligi yordamini qo'lga keltirish. Bu jihatda xalqaro sahnada rol o'ynay oladigan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Shunga men o'tgan hafta kuchliklik bilan Uyg'urlik buniki muhimlik darajasi qanday degan narsani o'tirib qo'ydim. Uyg'urchani yozalaydigan, o'qiyalaydigan, so'zlaydigan, ammo u bir aydab jeni beqiyotgan bir kishiniki bu yumshoq kuch sohasida Uyg'urlarga to'p qo'sha olishi asosan mumkin emas. Men odamdan tushagim emas. Lekin Uyg'urchani yozamizmi, o'qiyamizmi? Faqat odatdagi gaplar bilan odatlarda so'zlashib, o'zida bir kuchli uyg'urlik hissiyoti bo'lib, xalqaro sahnada yumshoq kuch sohasida ish qilsa, bularniki Uyg'urlarga qo'shilgan to'pisi cho'ng. Bu jihatda chet eldagi qarindoshlar hozir Amerikaga muavin prezident bo'layotgan Kamala Harris o'ylab baqsa bo'ladi. Kamala Harris dada tarafdan Janubiy Amerikalik, apa tarafdan Hindistonlik Amerikaga muavin prezident bo'ldi. Agar Uyg'urlardan birisi muavin prezident bo'lsa, qancha ishlarni qilib bo'ladi? Biz bunda o'ylashimiz kerak. Hozir Amerikaniki Oqsaroyda ishga Uyg'ur bor. Yani boshqa hukumat organlarida bir qism Uyg'urlar bor. FDA degan bu yemaklik va dorini kontrol qiladigan idorada mening bilishimcha 3 ta Uyg'urlar bor. Unda boshqa hukumat o'rnashgan Uyg'urlar bor. Men shundan birisi ham hatto bizning pulimiz Amerika hukumatidan keldi nasadmi. Mushta odamlar bor. Mushta odamlar kuchaysa, ularning qalbida bir Uyg'urlik bor bo'lsa, vaqt kelgan chaqda bular Uyg'urlar uchun ish qila oladi. Gerçi Uyg'urchani yozamizmi, o'qiyamizmi?
Şuna bizniki kurishimizniki dastlabki mezgili meningcha yumshoq kuch sohasida kuchlik odamlarni yetildirib, shularniki rol orqali xalqaroniki hissdoshligi va yordamni qo'lga keltirish bo'lishi kerak. Bu bir taraf. Yana bir taraf yeni shu albatta men degandek bolalarimizni kuchlik insonlarni qilib tarbiyalab, shu orqali Uyg'ur iqtisodini yuksaltirish kerak. Mush ikki narsa bo'lgandan keyin kurashniki yana bir turi to'g'riliq so'z ocha olamiz. U nima desa, qurolli kurash. Bu nima aniq demasa bo'lmaydi. Yahudilar dastlabda o'zini kuchlantirgan. Men buni o'tgan qatimliq videoda dedim. Oxirgi kelgan chaqda o'ziniki iqtisodini taraqqiy qildirib, dunyoning hamma sohasida muhim o'rinlarga ega bo'lgandan keyin iqtisodini taraqqiy qildirib, undan keyin harbiy kuchga tayanib turib vatanini qaytarib oldi. Xitoy kompartiyasimi Gomindandan hokimiyatni qurol bilan tortib oldi. Afg'oniston Rossiyani qo'llab chiqadi 70-yillarning oxirida. Ularmi qurolli kuch bilan ishlar qildi. Rossiya Ukrainaniki bir qancha o'liklarini tortib oldi hozir. Gerçi buniki oxirida jazmlanishib bo'lmagan bo'lsa-mu, shuni qilib oldi. Uni qurol kuch bilan qildi. Tünögün meniki dostlarım içinde azraqcha paranlışlar bo'ldi. Ular ikki narsani eslatdi menga. Uniki birisi Leninniki quroldan davlat chiqdi degan gapi. Ondan keyin Mao Zedongning miltiqdan hokimiyat chiqdi degan gapi. Tünögün bir dostum mundaq dedi. Mustaqillik davoyimizningki haqliq ekanligini isbotlash bilan qo'lga keladigan narsa emas. Mustaqillik davoyimizning haqliq ekanligini isbotlash bilan qo'lga keladigan narsa emas. Kuchimiz yetgan chog'da tortib oladigan narsa. Bu bir do'stimning gapi. Yana bir do'stim bunday deydi. Kuch oldida dalil hech qachon o'tirg'a chiqmaydi va isbotlanmaydi. Dalillarni isbotlamoqchi bo'lgan millatning eng oz deganda dushmanining kuchining 100dan 1ga 1%ga to'g'ri keladigan kuchi bo'lish kerak. Shundaqlar dalil va isbotlar manfaatlarga taqishib qolgan muddat ichida hech isbotlanmaydi va o'tirg'a chiqmaydi. Bundaq ahvolda dalilni ustalning ustiga tashlab qo'ysaqmi, hech kim qarab qo'ymaydi. Bu mohiyatda dalil isbot dunyosi emas. Dunyo dalil isbot dunyosi emas, balki kuch va manfaat dunyosi. Tünögün bididiti bo'lgan ahvol mushuniki natijasi, mushta ahvol bu. Qisqasi biz Uyg'urlikni tashlamagan asosda bolalarimizni kuchli qilib tarbiyalashimiz kerak. Uning uchun bolalarimizni yaxshi o'qitishimiz kerak. Bolalarimiz birinchi sinfdan boshlab a'lo o'qimasa, o'qishga qiziqmaydigan bo'lib qoladi. So'rampaloz bo'lib qoladi. Shu so'rampaloz bo'lgancha cho'ng bo'g'ichilik kuchli qadam bo'lolmaydi. Men shunga oldin qatim Uyg'urlik bilan kuchlik qonni oldiga o'rin qo'yishimiz kerak. Chuqum bolamizniki birinchi sinfdan boshlab a'lo o'qish uchun bolamizni shunga tayyorlashimiz kerak. Shu asosda ona tilimizni tashlamaylik. Dastlabda ona til boshlang'ich bolalar boshlang'ich maktabga kirishdan burun faqat uyda Uyg'ur so'zlash bilan cheklanib qolsin hech qisi yo'q. Keyin sal cho'nroq bo'lgan chog'da uni rasmiy maktablarda o'qitib, bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatsak bo'ladi. Aslida eng yaxshi usul bolalarni pat-pat vatanga mandib turishdi. Bu yo'l itib ketdi. Hozir ona til o'qitish jihatda intan yaxshilar bor chet elda. Turkiyada, Yevropada, Amerikada nurg'un maktablar qurildi.
Aşınqa ballarını bir vatqa atanlarının aydı köp. Ben ulardan şunçilik hoş, razı. Bu aydı mühim iş. Lekin albatta ben degendek bu işler balımızı a'la o'quga chiqib o'qitishiga ta'sir yetkazmasin dastlabda. Balla birinchi sinfdan tortib a'la o'qib olsin. Undan keyin boshqasini qo'shaylik. Endi men buni ko'p ta'kidlab ketdim. Ballarniki minisi kompyuter emas. Bu uchur qachlaydigan USB drive emas, sig'im emas. Ballarniki bilim egilishiniki qonuniyati bor. Şuna g'arb ellərdə balalar taraqqiyatı degan ilm intan cho'ng ilm. Hamma cho'ng olim maktablarning hammasida bor. Ota-onalar mush jihatdagi ishlarni tushunishga biroz tirishinglar. Ashni tushunmay turib, sizlar balanglarni kuchli odam qilib tarbiyalamaysiz. Shunga ana tilini rasmiy o'rganishida chuqum oldi bilan maktab o'qishida a'lo bo'lishini birinchi shart qilish kerak. Undan keyin ana tilini kuchab o'rgatish kerak. Bu ishga sal qaramanglar. Agar ota-onalarniki bu jihatda bilim bo'lmasa, balani kuchli odam qilib, bilimli odam qilib tarbiyalamaydi. Shuning ota-onalar bu jihatda oldida o'zbek kuchash kerak. Sapasız ata-onalardan sapali qadam chiqish pek tez. Yaqinda bilib oldi bir to'r bo'lyapti Amerikada, xabarlarda bor. 2005-yillari men bilan yozma suhbat o'tkazgan, ankin vatandan aytdi, cho'ng ta'sir qo'zg'agan bir to'r bor. Uning quruvchisi Qurbonjon Ro'zi. Qurbonjon Ro'zining o'g'li bu yilgi deyman, o'tgan yilmi Stanford universitetiga o'tgan Amerikadagi donor maktab. Yaqinda u Obama prezident vaqtida tasdiq qilgan bir mukofot bor ekan. Shu mukofotga erishdi. Bu shu oliy maktablarda o'qiyotgan aydi. A'lo o'qigan o'quvchilarga berilgan mukofot ekan. Har yili bir qancha 10 odamga berilgan shu mukofotni bir Uyg'ur oldi. Amerikada Uyg'urchani yoza ve o'qiy oladigan bolalar ko'p emas. Lekin uyda so'zlashganlar ko'p. Masalan, Kaliforniyadagi bolalar bir xil bu faoliyatlar bo'lib qolsa, Uyg'ur bolalari birlashib bir yerda birga o'ynashni pek yaxshi ko'radi. Lekin ko'pincha o'zaro ingliz so'zlashadi, uyda ota-onalar bilan Uyg'ur so'zlashadi. Endi Amerikadagi mush bolalar ichida hozir donliq maktablarga kirgan bolalarni aytib ko'p. Amerikadagi donliq maktablarning hammasida Uyg'urlar bor. Shu asosda nihoyatda muhim yerlarda ishlaydigan bolalar ko'p. Masalan, abaytaman degandek Oqsaroyda ishlaydigan ishchilarimiz bor. Hukumat ishlaydigan odamlarimiz bor. FDA, NASA, olmish shirkati, Facebook, Google, mushaning hammasi ishlaydigan Uyg'ur bolalar bor. Hozir şu 20 yaşlık, 30 yaşlık bolalar ichida bularning asosda gruppalar shakllanyapti. Iqtisodiy jihatdan birlashib, cho'ng ishlarni qilish haqida. Agar bolalarimizni yaxshi o'qitib, ularda bir uyg'urlik ong bor qilib cho'ng qilsak, vaqti kelgan chog'da bular tashkillanib uyg'urlarcha ish qiladi. Hozirmi biz uchun bir cho'ng masala vatanniki haqiqiy ahvolini bilmaslik. Vatanniki haqiqiy ahvoli ma'lum bo'lgan vaqtida mushu yoshlarning ichida yana qaytadan uyg'unish bo'lib, qaytadan tashkillansa bo'ladi. Cho'ng ishlar vujudga keladi. Mening shunga ishonchim bor. Shunga bolamiz yaxshi o'qisin, ham Uyg'ur bo'lib cho'ng bo'lsin. Agar balamizda Uyg'urlik qimmat qarshi hissiyoti bu narsalarni yetildirmay, a'lo o'quvchi qilib cho'ng qilsak, biz chet el uchun bir safoliq emas, chet el uchun bir kuchli odamni bir yetildirib bergan bo'lamiz. Bir chet ellikni yetildirgan bo'lamiz, Uyg'ur emas. Uniki bizga cho'ng foydasi bo'lib ketishini atayin. Shunga bu ikki narsaning har ikkisi pek muhim.
Endi meniki bek diqqat qiladigan yana bir ahvolim bor. Turkiyadagi Uyg'ur o'smirlar ichida yoza oladigan, o'qiy oladigan, so'zlaydiganlar bek ko'p. Bu jihatdan sifatli qilib cho'ng qilyotidi nurg'un ota-onalar bolalarni. Meni bek ta'sirlantirdi. Men burun iz romanini o'qigan bir 4 yoshlik bolani uchratgan. Faqat esimdan chiqmaydi. Cho'ngidan dakka qildi 4 yoshlik. Har qatam Turkiyaga borsam, Turkiyadagi o'smirlarniki ko'rsatgan nomerlarni ko'rib, ko'zlarimdan yosh chiqadi. Ular yezish, o'qish, so'zlash, Uyg'ur urf odati, madaniyati bu jihatda intan eslatilyotidi. Turkiyada agar Uyg'urlar bir qurolli kurash qilib qolsa, ashaga jinni atab chiqadiganlarning soni Turkiyada eng ko'p. Men farazimcha. Endi meniki hozir ta'kidlayotganim, ashtaq bo'lish bilan birlikda xalqaro so'rinda yumshoq kuch orqali Uyg'urlarga to'p qo'shiladigan odamlarni ko'plab yetilsin. Bo'lsa ko'p sonli bo'lsin hozir. Bizning umumiy nufusimiz bek oz. Bu jihatda bir qism gaplarni desak biroz qaralachi degan bo'lib qolamiz. Nayt bir yaxshi tema bor. İctimai fan sohasida magistrlik yoki doktorlik o'qiyotgan o'quvchilardan birisiga Turkiyadagi. Sizlar bir tashvish qilib shu asosda bir ilmiy maqola yozsangiz bo'ladi. Turkiyadagi shu boshlang'ichdan tortib maktab yoshida o'qiyotgan bolalarni ichida bir tashvish elib berib, ularniki Uyg'urchani o'rganish darajasi bilan maktabga o'qish natijasining munosabati. Mushjati bir tashvish berib bir ilmiy maqola yozsangiz bo'ladi. Bu yerda Uyg'urchani o'rganish darajasi degan chog'da 4 saviya bor. Eng yuqorisi yezish, ikkinchisi o'qish, uchinchisi so'zlash, to'rtinchisi ishini bilmaslik. Mana 4 kategoriyaga ayrisa bo'ladi menimcha. Uyg'urchani yoza olgan odam cho'qim o'qiy oladi, so'zlay oladi. Lekin Uyg'urchani o'qiy olganlarning ichida yoza olmaydiganlar ham bor. Shunga belki eng yuqori daraja yoza oladigan daraja, ikkinchisi o'qiy oladigan, uchinchisi so'zlay oladigan. Lekin yana birisi bo'lsa qat'iy ishini bilmaydigan. Mushta bir ilmiy maqola yozsanglar, buningdan keyin Uyg'urlar qaysi yo'lni tutsa bo'ladi ekan degan masalada biz bir ilmiy asosga ega bo'lamiz. Shunga mush to'g'riliq bir izni baqqan bo'lsangiz. Endi Uyg'urlar ichidagi ba'zi bir yaxshi ishlar bor, men shuni deb beray. Uniki birisi bu Uyg'ur adliya arxiv ombiri tarafidan ishlangan 100 jazo lager guvohligi degan kitob, ingliz kitob yaqinda nashrdan chiqdi. Nashrdan chiqib 500 dona besildi. Buniki 500 dona besilishiga Uyg'ur Project fondidan yordam qildik. Yaqinda bu kitoblarni tarqatyotdi shu qarindoshlar. Shuni bostirishlarga mas'ul bo'lgan qarindoshlar. Bo'lsa ingliz tili dunyosi bilan aloqasi bor joylardagi Uyg'urlar to'plashib yashayotgan joylardagi Uyg'urlar bu kitobni keltirib do'stlaringlarga, hukumat xodimlariga, tadqiqotchilarga, xalqaro tashkilotlarniki boshliqlariga iyona qilsanglar. Bu kitob haqsiz. Agar pochta orqali qiynalib qolsanglar, biz Uyg'ur Project fondidan yordam qilaylik. Sizlar Baxtiyor Umar inimiz bilan aloqalashib, bizga mutlaq kitobdan lozim demoqchilik desanglar, o'tib bersin. Agar sizlarning puliga pochta orqali chiqarmasanglar, biz chiqarib beraylik uni. Masalan, Amerikaniki San Francisco, Texasniki Houston, DC, mushadagi Uyg'urlarning hammasi amaliyotda mush kitoblarni keltirib, mushani so'q qilsanglar bo'ladi. Menga keldi bu kitob New Yorkdagi do'stimiz doktor Mehmet Eminga keldi. Qolgandagilarni keltirsanglar bo'ladi. Albatta men degandek agar kira haqida qiynalib qolsanglar biz chiqarib beraylik. Shunga boshqa sal qaramanglar. Bu kitobning vujudga chiqishiga intanjiq ajr sinib ketdi. Baxtiyor Umar qatorliq qarindoshlar, jazo lagerligi shohidlari, nurg'un ziyolilar ko'p kuch chiqadi. Shunga emgak yada qolmasin. Bunga bir ko'ngil bilib qo'yinglar. Yana birisi ma'ni ko'rdinglarmi aqamdagi ma'nosini? Buni Amerikadagi bir sonimiz yasab o'tib berdi menga.
Öğretip bergenti bu nayet yaxşı işken. Bunundan Uyghur Project Fondu bilen Uyghur Akbarat Merkezini men bilen videoluk söhbetleşken muhbirlarga küzetkili bulduğundan bir hesap alsanız degendim. Bunu tüyün aşkici uxlamay yırlayılap az brutbatı, onu kivatıdı. Bir sınırımız müşlarını kıvatıdı. Bu sınırımızdaki bir dükkanı var. Gülis GULIS Chicket.co Gulis.co degan şirketi var. Bunu başarılı bir mezgil oldu. Ben sizlerge azıcık kösüp koyayım. Mesela yaxşı ko'rinib ketmasligi mumkin. Shunday qilsam, biraz ko'rib qo'yinglar. Biraz nurg'un buyumlar yasabdi. Bu singlimizninki maxsus pul tepish emas. Uniki o'ziniki boshqa kirim bor. Ammo kech ishlab, ishni vaqtida ishlab, chashkalar bor ekan, maykalar, somkalar, Uyg'ur degan xati bor. Bu ishni qilishdagi sabab bu qarindishimizning ota-onasi vatanda ig'ir kunlarni ko'ryotdi. O'zi shu millatniki yo'qolib ketishidan nihoyatda kech kunduz ansirab, shunga Uyg'urlikni, Uyg'ur madaniyati, tili, o'sha saqlab qilish uchun ish qilsam deb maishani qilyotdi. Bundan pul topadigan ish yo'q. Shunga bo'lsa mushtaq narsalarni elib chet ellik do'stlarga sovg'at qilsanglar, chet ellik do'stlarga bir degan sovg'at lozim bo'lgan vaqtida mush narsalarni elib bersanglar intayin yaxshi sovg'at bo'ladi. Namoyish qilganchada kiydigan mayklarim bor ekan, ko'tarib olgan somka, hatto maska, Xitoy virusini saqlangan maskaning ichida Uyg'ur degan xat bor, maskalar bor ekan, chashka bor ekan, choy ichadigan. Bir ko'ngil bilib qo'ysanglar bu ishga, bizning millatimizning ichidan mushtaq chiqqan qarindoshlarimizga yordam qilsak, bu millat uchun qilgan xizmat bo'ladi. Ondan keyin bu singlimiz yaqinqi vaqtda ingliz tili darsini boshladi YouTube'da. Men o'tganda azar chiqarib qo'ygandim, o'zimniki Facebook'larga bu qatim meni chiqarib qo'yman. Va torbeti bilan YouTube'dagi darslarni uningda mu bilan paydalaninglar. Chiqib bunday ishlarda bir-birimizga yordam qilaylik. Ondan keyin yaqinda bo'lgan yana bir ish Avustraliyadagi bir singlimiz Turkiyada yashayotgan bir necha bolasidan Turkiyada yashayotgan yo'ldoshi yeri vatanda so'nib qolgan Turkiyada bolalarni o'qitishda intayin ig'ir qiyinchilik uchrab qolgan bir oilaga 1500 Avstraliya dollar yordam qildi. Bu singlimizga ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Kanadada yana bir qarindishimiz bor. Bu qarindishimizning iqtisodiy ahvoli yaxshi emas. Uyda kasaljan odam bor, davolanatmas bo'lmaydigan. Turmushini aytdi qiyinda ketayotgan oila. Shu Uyg'ur Project fondiga iyon qilaman, Uyg'ur uchun ish qilib beramadim. Endi mushtiq bo'lsin qilay deb turib olganman. Rad qilib, uni qilmang, o'tmang. Siz o'zingizni bilan xabar olsangiz, uyingizdagilarni bilan xabar olsangiz, mush millat uchun qilgan bir cho'ng ish bo'ldi desam, endi unumay $200 Kanada dollari o'tib berdi Uyg'ur Project fondiga. Torbeti orqali iyon qildi. U pul futurlablam Uyg'ur Project fondiniki bankasiga boradi. Bu qarindishimizga ko'pdan ko'p rahmat. Ajoyib isl odamlar bor ularning ichida. Men har qatim mushtaq kishilarni ko'rsam, ko'zlarim yosh chiqib ketadi. Shunchalik qiyin ahvolda turib, yana millat uchun bir ish qilsam deb mushtaqlarni qilyotdi. Buning aksicha, albatta men degandek, yana 90% dak 90% bo'lmasa-mu, uni o'sha yerga 50% yuqori Uyg'urlar bor. Faqat men ularni so'rin Uyg'urlar deyman. To'y nazirlar bo'lsa bordi, qavvaqtda Uyg'ur deb yashamaydigan ancha. Lekin hozir Uyg'urlarning beshiga shunchaki ig'ir fojia kun kelsinmi? Uyg'urlar uchun qilayotgan hech qanday ishi yo'q yashaydigan kishilar bor. Amerikaning o'zidami? Bu kishilarningki hammasi Uyg'urlar to'lagan badalning foydasini ko'rgan. Siyosat panatilab Amerikada qolib qolganlar masalan. O'zininki bular manfaat ko'rganlar Uyg'urlikdan. Lekin shuni qaytaradigan chog'da jim turib qolgan kishilar hali bor endi. Xudoyim ularga bir iymon indaymiz endi.
boshqa narsalarni bersin. Endi oxirida yana bir narsa bor. Men sizlarga bir parcha xat o'qib beray. Bu vatandan kichik chiqqan bir bolamiz bor edi. Aslida chet elga chiqib Uyg'urlar uchun xizmat qilaman deb chiqqan, ota-onasi vatanda Suloqda hozir. Yaqinda og'ir kunga qolibdi. Men xatini birini tunagun o'qibdi men. O'qib o'zimni bir kun ajoyib yurib ketdim menda. Men xatni bir o'qib beray oldidan sizlarga. Agar yordam qiladiganlar bo'lsa, pulni menga vat bersanglar, men bu elimizga 1-2 kun ichida yetkazib bera olaman pulni. Elimizniki yozgan xatiniki bir qismi men yozgan xatiniki. Men Turkiyada yashaganimga yillar bo'ldi. Izchil men tirishib ishlab, ham o'rganish va chiniqish bilan bo'ldim. Yaxshi ketayotgan bu ish pandemik kasallikdan keyin qora bulutga aylandi. Kasallik tugagandan keyin mening asli xarobligim boshlandi. İşsiz qaldım, aç qaldım, o'qish, viza iltimoslarim, pasport vaqti tushib qolgach, arqa-arqadan mag'lub bo'ldi. Bo'libmi bu yil men kechirgan hodisa pulim yo'q ahvol ostida kasal bo'lib, qarzga davolanish. Umi yetmagandek davolanish tugmay, uyda og'ir yetib ketishim. Oylarga suzilgan ochliq bilan badan va menga funksiyarimdagi egri çataklar, öy icarisi ve başka qarzlar meni yıqitib qo'ydi. Ölüm burnumga mushu yaşta puraydigan bo'lib qoldi. Bu balımızda qaran 20 yaş. Açlık ve sağlamsızlık içinde ete o'rnimdan turalarmanmi deb o'ylash. Her saatte kelgan qarz uchuri ve tahdid. Burun men yordam qilib tapqınının yerimini beriyotgan oila va balaning turqi. Vatanda sulinib qolgan opam dadamga pul avatalmaslik meni yiqitdi. Alsızlıktan hozir xatni ming tasda yozyapman. Chunki 2 oydan beri nonmi yeyolmadim. Turgan yataqniki pulini berolmay uydanmi chiqolmadim. 185 santimetrlik buyum bilan, bo'yi 1 metr 85 santimetr keldi ekan. Buyum bilan 85 kilogramdan biroqla 55 kilogramga tushib qoldim. Qo'l putim uyushib titrab, o'ltirsam ming tasda qo'padigan bo'lib qoldim. Beshim qiyib, kitobga qarash shuncha tas. Bu dardda kunlab uxlay olmayman. Xilala kichik vaqtimdan beri sizning va sizdek oliyjanob xalq suyar ustozlarniki ta'sirida yetilgan bir ziyoli o'g'li bo'lish supatim bilan menmu izchil farzand bo'lish orzusida chet elga chiqqan birman. Ammo chet elda duch kelgan bu yomon taqdir tufaylidan yordam tilamay choram qolmadi. Menga iqtisodiy jihatdan ozroq yordam qiladiganlar bo'lsa, men qarz qaytarish, ijara to'lash va asosdagi qo'rsqimni to'yg'izib, vallida yurib qolsam, o'rnimdan turg'idek bo'lsam, Allohniki nomidan qasam qilaman va sharifim ustiga so'z beramanki, yaqin kelgusida natijalarim bilan davoyimizga shon-sharaf qo'shishga tirishatdim. Opam dadamniki ahvoli hurmatiga va ojizlab o'lib qolay degan mushu bechora yordar bo'ridek qarindoshinglarga yordam qilgan bo'lsanglar, ko'p bo'lmasa bo'ladi. Men bundaq besim, ochliq va bechoralikda o'lgim yo'q. Mushu Xitoy virusidan keyin mushunda qiyinchilik bor kishilarga yordam qiladigan Uyg'urlarga bir qism tashkilotlar qurilgan. Men ularniki konkret ahvolini bilmaydi ekanman. Shunga mushtaq yordam qiladigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar,
agar o'z elidan yordam qilgan qarindoshlar bo'lsa pulni menga o'tib bersanglar men 2 kun ichida qo'l yetkazib olayman pulni. Chunki bu xatni o'qib bergim kelib qoldi. Endi vatandagilarga ilojimiz yo'q. Chet elda bo'libmi vatan millat deb chet elga chiqqanlarga chiqqanlar kuni qilamiz. Maqolamiz xo'sh xudo amonat.